Assalomu alaykum qishloqdagi tengdoshim. Bu so'zlar sizga nechanchi yillarni eslatdi? Bu safar kuz bilan qish kelayotganda shu musiqani eslasam, shu so'zlar yodimga keladi. Lekin biz shu ko'rsatuvlar bo'lgan paytlarda onalarimiz biz uchun shunaqangi sovuq kunlarda tandirda nonlar yopib berishardi. Bugun men ham bir yoshlikni eslab, sutlarni qo'yib, tandirda non qildim. Yodlaringda bo'lsa, avvallari strichlar bo'lmasdi, shunaqangi dasturxonga o'rab, keyin tepasidan ko'rpaga yakan dozor yaqtirib, sandiqlarning tepasiga joylab qo'yiladi. Agar siz bu davrlarni eslasangiz, videoni o'zingizga tengdoshlaringizga jo'natib qo'ying. Sizning yodingizga bu musiqani eshitganda nimalar keladi? Buni kommentariyada qoldiring. Shunaqangi zuvalalarni olib turib, nonlarni yasab, nonlarni tayyor qilib bo'lgach esa, yugurib tandirni yopishga harakatni boshladim. Tandirni avval qoraytirib, keyin oqartirib, bir-ikki dilik bilan nonlarni yopdim-da. Buyurmilki sutlarida yumshoqqina, momiqqina bo'lgan nonlarni savatga solib, buyurmilki qaymoqlari bilan farzandlarim bilan mazza qilib iste'mol qildim. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosing va obuna bo'lib ketishni unutmang.